Instagramni portlatib yuborgan o'sha trenddagi shirinlikni yegilarim kelib so'rayberzlarim ishlab ketdi-yu. Zakaz qilaman desam 4 kishilikni 450 ming deydi. Har doim biskvitlar o'xshab chiqishi uchun tuxum soniga qarab 1 osh qoshiqdan shakar, 1 osh qoshiqdan un solasizlar. 8 ta tuxumga 8 osh qoshiq shakar, 8 osh qoshiqda un soldim, 3 osh qoshiq kakao soldim. O'rta olovga pishguncha qo'yib yubordim. Ungacha morojniy krem tayyorladim. Muzdek qaymoq bilan muzdek molokoni yaxshilab mikser qilib oldim. Ungacha biskvitlarim ham pishib chiqdi. So'ygandan keyin usti qismini optirib, ichini savatcha qilib o'yib oldim. Eng mazali shokoladli pastadan solib, morojniy kremni qo'yib oldim. Qulupnay bilan bananga to'ldirib oldim savatchani, ustini yopib shokoladlar bilan bezatdim. Mazasiga keladigan bo'lsak, trend bo'lishga arziydigan bomba shirinlik bo'ldi, qizlar. Retseptim manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, yaqinlaringizga bayram oldi yuborib qo'ying. Bu shirinligim 14 kishilik chiqdi. 5 ta farzandim, er-xotin to'yib yeb, qo'shnilarga ham tarqatishga bemalol ortib qoldi. Agarda sizlarga bu tortimning narxi nech pulga tushgani qiziq bo'lsa, kommentariyada narx so'zini qoldiringlar.